Man kimman? Mo'yin man bir xil payt o'zim kimligimni ham bilmay qolamanda. Qaysi davraga kirsam o'sha davraga moslashib tanishishaveradi. Masalan, kino sistemasida, kino yo'nalishida bo'lsa, как kinoprodyuser, ssenarist tanishtirishadi. Ya'ni meditsina yo'nalishiga kirsam, shu dorixonalar tarmog'i ta'sischisi deb tanishtirishadi. Endi tadbirlarga kelganda, как organizator deb tanishtirishadi. Umuman olganda, men mana shu jamiyatdagi aktiv tadbirkor ayollardan biriman deb o'zimni hisoblayman, chunki ham mana shu oilamda oila boshlig'i, ya'ni ayol sifatida farzandlarimni onasi deb hisoblayman. Uyga kelganda ona, ko'chaga chiqqanda tadbirkor ayol, undan tashqari jurnalistman. O'sha o'zimiz MTRga borganda o'zimni jurnalistlardek his qilaman. Xullas, har bitta o'zimga mos davrada moslashib ketaveraman. O'zimni mana shu yo'nalishlarimdagi hamkasblarimning o'rtasida har biriga moslashib olaman.